Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Şu çağda Uygurlar bilen Xitaylar arasında qattiq ziddiyat tushgachga Uyg'ur saqchi kadrlarının qurollarını tartib olganlik yoki nazorat ostiga aylanganlik. Ish qilib o'chmanlik, bir-birisiga bo'lgan ishonmaslik yuqori pallaga chiqganlik. Ehtiyot bo'lsa har tarafning qurolga aylanganlik. Mana shu chaqda Juyinkang Uyg'ur saqchi kadrlarga ko'p yaxshi gaplarni qilganligi, ularning qurollarini qaytarib berganligi to'g'riliq gaplarni oldim. Undan Juyinkang tikkucharda o'ltirib, Urumchida urchab, o'ltir deb ko'chaga patmay qutirib yurgan Xitoylarni ko'zdan kechirib bo'lgandan keyin bu Xitoylarga chiroyli qilishda uy qaychi to'g'riliq yangratqulardan nasihat qilganlar. Lekin Xitoylar anlamaqlik. Shuning bilan Juyinkang bularni bostirish to'g'riliq buyruq tushirdi. Shuning bilan qurolli qismning harakatga o'tib, bu Xitoylarni taraf-tarafdan urib kaltaklab, qo'llarini qayrib birdan ichida bosirib tegdik. Bu Juyinkang haqiqatan ixtiyorli odam ekan, balki ikki tarafning ishiga eng ixtiyorli ekan. Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu dushmanning parasidan mu'minning nodonligidan Allohga sig'inib qattiq panoh tilgan ekan. Bizda mo nodon do'stin parasat dushman yaxshi degan so'z bor. Urumchi namoyish bo'pti degan vaqtda kashkichi bostirilib asli hech bo'lmagandek holat yuz berdi deb o'ylaydim. Xitoylar qo'zg'alibdi degan olg'a vaqtda toz yaxshi bo'pti, ishlar endi qiziydigan bo'ldi dedim. Lanjodan askarlar qo'zg'alib Ulanboyga kelguncha 200 mashina buzilib Ulanboydan o'tkazilmabdi degan olg'a vaqtda savol belgisi qo'yib qo'ydim. Juyinkangning qobiliyati bir yetaga chiqqanligi shundan oshkor bo'ldiki, birinchidan Juyinkang oldi bilan Uyg'ur saqchi kadrlarga yaxshi gap qilib, qurollarni tarqitib berdik va ko'nglini yasab ichki birlikning muhimligini vaqtincha bo'lsa qo'lga keltirishga tirishdik. Buningda biz bilan Xitoyning munosabati buni yaxshi edi degan gap chiqmaydi. Bu itnizliyat tigrim bor edi. Faqat hujin o'tirib buning pilkiga o't yoqib kuyayotgan o'tqa yog' chechiyotdi. Allah subhanahu wa ta'ala bir kishini halok qilmoqchi bo'lsa, oldi bilan u kishining aqlini tortib qo'ydi ekan. Shu sababdan Vanglochan o'tni o'chirman deb o't ustiga birzin to'kibdi. Vanglochan o'zi to'ymagan holda ziddiyatni qattiq kuchaytiribdi. Hujinta o'tiribning qiltiqiga tushib o'zining putini o'zi chanashga boshladi. Lekin Juyinkang unda qilmadi. Shundaqla bu Juyinkangda ishonch bor ekan. Chunki ishonch bilan jur'at har qanday bir yetakchida kam bo'lsa bo'lmaydigan sifat. Turklarda bir gap bor: qo'rqma, qo'rqsang yo'liqsan. Bu hikmatning ko'p paysini ko'rdim. So'qaqliqda aytganda Vanglochan va uning agash kuchlarining o'zining atrofdagi bizning terimizdan bo'lgan saqchi kadrlik ishonmasligi va mushu ziyat eng yuqori palga o'tilgan vaqtda gumon qilishi va qo'rqishi texim loyiq bo'lmaydi. Mushu Xitoylarning o'zida bir gap bor: Nirun bu koyun, yunrun bu kani. Ya'ni gumonliq odamni ishlatma, ishlatsan gumon qilma. Bir kishining yolg'onchiligiga uning gumonxo'rligi yetarlik. Qur'on va hadisda gumondan to'sqan va cheklagan oyat va hadislar ko'p. Inshaalloh buning bir o'z o'rni bor. Juyinkangning Uyg'ur saqchi kadrlarining qurollarni tarqitib berishi va ruhin ko'tarishi bu kishining qo'rqmaydiganligini va odam ishlasa gumon qilmay ishni vazifa topshirganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Odam ishlatishning asosidan birisi shuki, ishlatsan gumon qilma, bo'lmasa ishlatma. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaklanganini qo'yib, shaklanmaganini qil degan so'zi yetarli. Amsi Juyinkangda masalan tigini ko'rib yetilgan qobiliyat iqtidordan ko'z ko'ringan. Bundaq yetakchi nima uchun mag'lub bo'ladi? Mana bu masalaning yechimi, ya'ni ikki taraf ko'rishning bilish tegishlik ajallik yeri. Xitoy tarixida Xitoyni zilzila keltirgan bir voqea yuz berdi. Bu voqea Shan voqeasi deyildi. Ya'ni Jiang Jieishini mushu Jiang Jieishining eng cho'ng, eng yaqin ikki sanog'ini, ya'ni general bo'lgan Jiang Shuliang bilan Yang Huchang Jiang Jieishini go'raga oldi. Göre gelişki maqsadi Jiang Jieishini Yaponiyaga qarshi umumyuzlik urush e'lon qilishni qo'lga keltirish uchun. Lekin Jiang Jieishning maqsadi bo'lsa Yaponiya bo'lsa tashqi dushman. Hamini uning ustidan g'alaba qilgan bo'ladi. Shuning uchun Yaponiyaga qarshi umumyuzlik mudofaa o'rniga o'tib, vaqtni qo'lga keltirish bilan asosli bo'lgan davlat kuchini o'zining ichini tatlayotgan kommunist partiya rahbarligidagi Qizil armiya kuchini uzil-kesil yo'qotib, ichini chingdab bo'lgandan keyin Yaponiyaga qarshi hujum qo'tish. Bu yerda Jiang Jieishining orqa ko'rinishini ozroq o'ttirib qo'yishga to'g'ri keldi. Xitoylar 300 yilga yaqin Manju asartida turgandan keyin Manjular og'dirilib, bir mezgil ichki qalam qondoshlikdan keyin Xitoylar Sun Jungsan rahbarligidagi Xitoy millatchiligini asos qilgan Junxo Mingo davlatini qurdi. Mana bu Sun Jungsan davlat tutish jarayonida Jiang Jieishining qobiliyatini his qildi. Shundaqla Sun Jungsan Xitoylar tomonidan davlat asli deb qaraldi. Mana bu Sun Jungsan davlat tutish jarayonida Jiang Jieishining qobiliyatini his qildi va yeniga tortdi.
Bu ikkisining munosabatining yiqiliqi shundan ham bilinadiki, bu ikkisi ham baja. Ya'ni bu ikkisi shu vaqtga Xitoy iqtisodining bir qism jon tomirini egallagan shu vaqtda eng cho'ng jamiyat bo'lgan Sung jamiyatining cho'ng qizi bo'lgan Sung Chingni Sunjung sayliqliq. O'ttiranchisi Sung Aydinni Amerikalik ideolog Xitoylar tarafidan Xitoy güzeli deb atalgan eng kichik bo'lgan Sung Meydingni Jiang Jiexilik. Albatta, Sunjungsan Jiang Jiexilikka qobiliyatni his qilmasa, uni bunchalik o'ziga tortib izbosar qilib tarbiyalamaydi. Shundaqla bu Jiang Jiexi shu vaqtning oldi keynida Guangzhouda qurilgan Qanpu ofitser askar tarbiyalash maktabining ilmiy mudiri bo'lgan, ya'ni birinchi qo'l. Mana shu maktabdan Kommunist partiya ichidagi Mao Zedongning izbosari bo'lgan Qizlarmiyaning Gomindan qarshi umumyuzlik hujumining, ya'ni Liaoshan urush stepi Manjuriyadagi hozirgi sharq-shimol liniyasida va uningdan boshqa ülkelerde asas qalbining darvozasini ichib bergan, mayli Gomindan tarafdan, mayli Kommunist partiya tarafdan bo'lsin, eng qobil qo'mondan deb atalgan Limbio shu Xanpu ofitser askar tarbiyalash maktabidan chiqqan. Maqsad kelsak, birinchi, Jiang Jiexining o'zini go'rga olgan va qo'l berib aktivga bo'lishgan Zhang Shuliang va shunga o'xshagan barliq generallarga Yaponiyaga qarshi mudofaaga o'tib, vaqtni qo'lga keltirish bilan birga asos kuchni Kommunist partiyaga qaratib, oldi bilan bularni yo'qotib, ichimizda chingdab bo'lgandan keyin Yaponiyaga qarshi hujumni boshlaylik. Bunda qilmay umumiy kuchimizni Yaponiyaga solsak, tez qo'rash bilan birga Kommunist partiya kuchayib kelgusida bizni og'dirib tashlaydi degan ko'z qarashini Gomindan og'dirilib barmoqini tishlab Tayvan qarab manganda his qildi. Ikkinchi, Sunjungsanning Jiang Jiexining yiroqni ko'rar odam ishkalligini pamlayalishi va Jiang Jiexini o'ziga izbosar qilib tarbiyalashda bexastalik qilmaganlik ham ko'rildi. Amsa savallik kimdan o'tdi? Birinchi, Zhang Shuliang. Ya'ni Jiang Jiexining qo'l berib aktivga bo'lishgan qiyindishi. Bularning tashabbusi, Zhang Shuliang tarafining tashabbusi ichki nizom to'xtatib umumyuzlik Yaponiyaga qarshi urush qilish. Shundaqli bu Zhang Shuliangning do'sti Zhang Zolinni yaponliklar o'ltirayotgan. Bu kishilar ot qisosi bor. Lekin Zhang Shuliangdagi ot qisosi va yaponlar bo'lgan o'chmanlik Jiang Jiexining fikrini og'dirib tashlashga yetarli emas. Ikkinchi, shu davrda mayl islom olimi va yoki kufr olim bo'lsin, butun yer yuzida vabodek tarqab ketgan millatchilik ko'z qarashi. Hamma millatlar bo'lsa o'zining millatini hammadan ustun, qini hammadan sof, madaniyati hammadan ilg'or. Uningdan boshqa millatlar bo'lsa to'van, qaloq, shalg'ut qolishmaydi. Mana bu islom ummatini birlashtirib turgan xilofatning bu arab millatchiligi va turan millatchiligi, ya'ni turk millatchiligi deb zaharlik ideya bilan yiqilganligi buning eng yorqin dalili. Mana shu Gomindamo Xitoy millatchilik asosida qurilgan. Xitoyga tajovuz qilib kirgan Yaponiya ham shundoq. Gitler Germaniyasi ham shundoq. Gitlerning nazarida Aryanlar hammadan yuksak, hammadan sof. Mussolinining nazarida Rim hammadan qadimiy, butun insonlarga madaniyat o'rgatgan. Hatto shu chaqda Mussolini necha 10 ming odam yig'ilgan maydonda faşizm bayrog'ini butun yer yuziga emas, balki yulduzlarga chiqamas deb jar solgan. Mana bu Mussolini butun yer yuziga qaloqlikni emas, yulduzlardagi qaloqlikni yo'qotmoqchi. Shu sababdan millatchilikda Ravers Nisivalga yaponlarmi Xitoyga tajovuz qilib kirganda Xitoylarning odam o'rnini ko'rmay, noyat kamsiz xarakterlik ism bilan Maluda deb atgan. Xalqlar kinodlam emas, Xitoylarning o'zini so'rsanglarmi deb berdi. Mayli Sunjungsan, uning izbosari Jiang Jiexi ikkinchi Xitoy millatchisi. Xalq podshoning dinni buldi degan qoida bo'yicha butun Xitoylarga millatchilik singib ketgan. Shunga Xitoylarmi yaponliklarni yaponlik deb atmay olvasdi. Yaponliklarda pakarlik bilan putida ochmoq bo'lg'achqa pakinak ochmoq deb atgan. Uning ustiga gazet va axborotdagi drama va operalardagi Xitoylar qaytadan Manju Mo'ng'ullarning qo'lida qul bo'lganda qaytadan mustamlik davrining oldida halokatning girdavida degandek shiorlar orqali Yaponiyaga qarshi tashviqotning butun Xitoyni qoplab ketganligi ham uning ustiga kommunistlarning Gomindan kontrolidagi joylarga umuman maxfiy odamlarni avatib, keng ko'lamda tashviq varaqini tarqatib va choplab, bir tarafdan Gomindanning Yaponiyaga qarshi turishdagi pasliqini so'ksa, yana bir tarafdan Xitoylarning millatchilik ideyasini pufdab saran yoqdi. Amaliyotda Gomindanni Yaponiyaga qarshi kurashda pasliq qildi, aktiv hujum o'tmadi, qo'rqinchlik qildi degan kommunistlarning o'zi oldingi sam tashlab 20 ming chaqirimlik uzun safarni besib Gomindanning keyniga o'tuvliqliq. Mayli qanday bo'linsa, butun Xitoyga Yaponiyaga qarshi tashabbusning yuqori pallaga chiqishimi Jiang Jiexining qarorini o'zgartirishga sabab bo'lmaydi. Uchinchi asos sabab. Ta bugunga qadar qayta takrorlanayotgan kufr toifasi emas, balki jihodiy jamoatlar ichida ham ko'rilayotgan taraf.
Biz mushu asos tarafga o'tishdan burun bir ishni ochiqlashtirib olaylik. Bu yerda xalqning kuchiga sal qarash degan ma'no chiqmaydi. Mana bugungi davlatlarning bir turkumi o'zining qarshisidagi partiya guruhlarini yo'qotish va pasib o'ringa tushirish uchun xalqlarni namoyish o'rlashtirib ko'chaga chiqirdi. Ya'ni ba'zilari o'zining qarshisidagi davlatlarning mustaqillik, kishilik huquq, demokratiya talab qiladigan o'qituvchilarni o'z davlatida o'rlashtirib, ularga maosh berib, qachon o'zining qarshisidagi davlat gap kirmaganda bularni kuch ko'tarib, davron soldirib, xalq olamning oldida yig'latib, ko'chada mangdirib, qarshi tarafga bisim qiladi. Jinning qas chaptil deganda qarshi tarafmi buni bilib turdi. Bunun tipik misallardan 89-yildagi o'quvchilar namoyishi. Bu namoyishning bunchalik keng ko'lamli bo'lishidagi asos sabab bu namoyishning keyinda Xoyobon va Javziyanga o'xshash Xitoy katlarining bo'lganligidan. Mana mushundaq bisim xarakterli siyosiy o'zgarishlar yuz berganda buning qarshisidagilar yo buni bostirish kerak yoki shuning keyinda kishilardan chiroyli so'zlashib hal qilish kerak. Shu sababdan siyosiy guruhlar o'zining maqsadiga yetish uchun xalqni vasf qiladi. Bu siyosiy yo'llar yolg'iz emas. Bularning atrofini o'yinib biror narsa tegib qolarmikan deb parvonda cho'lab turadigan sehrgarlar ham bor. Bu sehrgarlar hozirgi zamon firavnlarini xalq omisiga, bu firavn noit xalqparvar, insonparvar, kishilik huquq elchisi degandek sehrlar bilan xalq omisini sehrlaydi. Afsun kishi qopib, afsun o'qib xalqqa dam soladi. Chichini harang-sarang yasab olgan jin kishi saknaga chiqib usta o'ynaydi. Ramchisi palsi deb kang xalq omisiga bu o'rlik erkinlik uchun bir umr kurash qilgan Mandeladir desa, jinkashning ustiga tankash qilib o'ng so'lga chayqilayotgan xalq shundoq Mandeladir deb taraf-tarafdan cho'qon ko'tarishdi. Xalqning hayojini texmbek yuqori palga ko'tarish uchun daxini bilan bahs qo'pab, yo'q balki bu erkinlik, o'rlik uchun qo'li qo'ra olgan Rambodir deyish bilan afsuning ta'siridan sehrlangan xalq shundoq Rambo deb har tarafdan o'q etishdi. Bir siyosatchi uchun aytganda maqsadga yetish uchun sehrgar bilan kupayni yetarli bo'lmaydi. Chunki Musa alayhisalom o'z vaqtida butun sehrgarlarning sehrini barbod qilib, haqni oshkor qilganda bu sehrgarlar Musa alayhisalom ko'rsatganning sehr emasligini bilib iymon etdi. Balki Firavunmi buning haqligini bildi. Maydonga yig'ilgan butun xalq ommasimi buning haqligini bildi. Firavunni haqdan to'sqini uning kibri bo'ldi. Kang xalq ommasini iymon kirishdan to'sqini Firavunning jazosidan qo'rqish bo'ldi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo haqni bilib ichida tasdiqlab Firavunning jazosidan qo'rqib iymon etmagan Firavun qavmini fosiq bir qavm deb atadi. Bugungi dunyoning har qaysi joylarida dinni bizdan yaxshi tushungan, balki bizga dars bera oladigan qarindoshlarimiz yo'q emas. Siyosiy jihatda shu davlatga siyosiy nayranglarni o'zining qo'lini to'niganda to'naydigan odamlar ham oz emas. Lekin bular qo'rqudi. Bular sehrgarlardan qo'rqmaydi. Ularni har qanday vaqtda munozaralar bilan gapini topolmas qilib qo'ya oladi. Ammo deganga kelmaydigan bo'lsang, turk turuzib terangni ta'tirsiyman deydigan hozirgi zamon firavnlarning tishini g'uchirlab og'zidan qon tomib turgan qilli kasallardan qo'rqidi. Xuddi xalq Musa alayhisalomning haqiqatini bilganda firavnning vazir vuzrolaridan emas, balki firavnning o'ng qo'l bilan so'l putni yoki so'l qo'l bilan o'ng putni ta'tirish chanaydigan jazosidan qo'rqqanlik uchun haqdan o'zdirdi. Boshqalarni qo'yib dunyoning har qaysi joylarida sarson sargardon bo'lib yurgan o'zimizni deydi. Kim mayli qaysi davlat tursin, mazkur davlatda turayotgan davlatning raisi bizni har qanday shaklda o'zining digini keltira olmasa, to'mirimizda shundoq tutib oldiki, seni Xitoyga o'tkazib berman deb qolsa bo'ldi, yo digini kelmiz, yo na qolsam bularkin deb plan tuzamiz. Xitoy shunchalik qo'rqinchlimi? Agar iznish to'g'ri kelsa, Xitoy sindi qo'rqib qolmaymiz deydigan nazariyaga emas, balki Xitoy o'tkazib beramiz degan gap chiqish bilan tipirlab o'ltiramay qoldigan amaliyatimizdan izlansak yaxshi. Xitoyning turmushidan qo'rqimizmi? Agar turmudan qo'rqadigan ish bo'lsa, dunyoning hamma joylarida turum bor. Talibanning turmushi bor. Xitoyning turmushi uchun boshqalarning keng demoqchimi? Xitoyda erkinlik yo'q, chet ellarda erkinlik bor demoqchimi? Jihad maydonida bir turk qanishimdan so'zishib qoldim. Bu turk qanishim menga bizning vatandagi zulmdan ko'p ichindiganligi, ichining qattiq echdiganligini, Xitoyga bo'lgan nafratning qattiqligini, uning ustiga bu turklar bir kishini yaxshi ko'rimsa sharafsiz degan gapni ko'p eshitadi ekan. Shundoq mazmunli gap bo'ldi. Uningga dedimki, sening vataningdagi zulm bizninkidan og'ir dedim. U buni qabul qilmadi. Balki kulib ketdi.
Shu vaqtdagi so'zimning chalqalgan yerlarini bugun texmi to'liqlab aytay. Arablarni hisob qilganda bugungi dunyoning jihad maydonlarida yurtini tashlab, dinini qo'g'dab, muhojir degan nom bilan jihad qilayotgan mujohidlarning ichida kimning soni ko'p? Bugungi kunda puli borlar necha 10 ming dollarni, yana 10 necha ming dollarni, yana 10 necha ming dollarni xarjlagan. Puli yo'qlar uy zaminini, ayollarining oltin zibu zinatini setib hijrat chiqqan kim? Gapning qisqasi, qarindishim, sizning Turkiyada pasportga ya 100 dollar ya 200 dollar ketar. 70-80 milyon noposi bor Turkiyada qanchalik odam jihodga chiqdi. Biz zulmni tashviqot vositasidan ko'ramdik yoki Qur'ondan ko'ramdik. Agar televizor va shuning o'xshagan narsalardan ko'rgan bo'lsak, nazarimda ular jinkashlarning ushlanadigan maydoni, sehrgar va dohan baxshlar o'xshashlarning kishilik absini o'qib, damsida birdam ularni kuldirib, birdam yig'iltib, birdam qo'rqitib o'yin ko'rsatgan saknasi. Agar zulmni Qur'ondan izlasak, vaz nasihat qabul qilgan quloq ko'z uchun Alloh subhanahu va taoloning sura Maidadagi Allah nazil qilgan bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlar degan oyatni bizga aytmamdi. Agar qarindishim bu oyat sana kifoya qilmasa, seni qo'shning bo'lgan Sham zaminda fuqarolar ig'ir va yengil tipdagi qurollar bilan bombardimon qilib qirib etyotdi. Ximiyalik qurollar bilan zaharlab o'ltiryotdi. Bizga o'xshash nomuslar tajovuz uchrayotdi. Biz va shular o'xshaganlar to'g'risida Alloh subhanahu va taolo sura Nisoning 75-oyatida: "Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida jihodga chiqmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu ahol zolim shahardan bizni chiqargan, o'z dargohingdan bizga bir madadkor muyassar qilgan" deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihodga chiqolmaysizlar degan so'z yetmamdi. Sham zaminidagi turklar qanchalik, turkistonliklar qanchalik, birisini barmoq bilan sanag'in bo'ldi, ya'ni birisini barmoq bilan sanag'in bo'lmaydi. Birisimiz zulmni tushundik, shu sababdan turkumlab vatanni tashlab chiqdik. Yana birisimiz zulmning nimaligini ta bugun qadar bilolmay tingirqab yurdik. İnson bolasining o'zining zulm uchrayotganligini bilolmay turishidimi cho'ngroq musibat bormi? Shu turi qarindishimga dedimki, agar biz zulmni Qur'ondan izlamay, jinkashlarning televizorlaridan izlaydigan bo'lsak, biz shaxshibisiz o'zimiz to'ymagan holda sehrlanib qolamiz. Bu sehrgarlar qizim sanada keldim sen angla deganda boshqa davlatlarga zulmni toza ko'rsatib, o'zining ichidagi xalqqa ularning noyati paravallik, erkinlik ichida yashayotganligini o'zi tuydirmasdan singdirib mingisini yuyitdilik. Shu tushuntirishlardan keyin bu qarindishim turib ketdi. Paravallik, erkinlik ichida yashayotganligini o'zi tuydirmasdan singdirib mingisini yuyitdilik. Endi o'zim desam, har odamning tarbiya ko'rish sharoiti o'xshamaydi. Kichigimdan tortib dadamning dadasidan qo'lda, ya'ni cho'ng dadamning qo'lda tarbiya ko'rib cho'ng bo'lgan. Cho'ng dadam qo'lamni tutib, hamma odam ishdan tushgandan keyin mahalda o'ltirishib, hamma yerdan gap qilgan so'ringa meni apparatdi. Mendan boshqa hech qanday kichiklar yo'q. Cho'ng dadam menga Jiminomat ishini oshiqsini o'ltirsimi, o'tminomat ko'rikidan suvsini oqtirsimi deydi. Shundoq menga eng ko'p deydigan gapi, o'zingda bo'lmasa bir parcha uzuq jahon to'qchilik bir non tepilmas. Shu sababdan cho'ngdada madomiki o'zingda bo'lmaydi ekan, xalqning qo'lidagi tog'dak narsani asqatmaydi degan vasiyatni qallam qo'yibdi. Kichikimda cho'ngdan boshqalarning qo'li qarma deb qalbimga urg'in tergan bo'lsa, bugungi kunda tog'dak cho'ngib ustiga qorimiz tushib, qishmi yoz erimaydigan muztaq qaynab ketdi. Shu sababdan boshqalarning hissashligiga ehtiyojim yo'q. Boshqalarning hissashligi menga nomusdan boshqani ziyod qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizi Fatima roziyallohu shundoq dedi: "Ey Fatima, o'zingni o'tdan qutqaz. Dadangizning payg'ambar bo'lganligi qiyomat kuni sizga hech kimga asqatmaydi. O'zim deyman, o'sha nomard insonlarni yaxshi kutimizmi? Qandoq bir davlat sehrgiri Xitoyga hojitsa, shaytondan miras olgan kibri Xitoyning oldiga berishdan numus qildirib, o'sha qulluq shumliqni bilmaydigan, oti bo'lsin soddalikni miras olgan xalqimizni oldiga chiqarib, ko'cha aylantirib, yig'latib, Xitoyni tabiiy o'zining oldiga akeldirib, maqsadni ishga oshiradigan o'sha nomardlarning qo'li qaraymizmi? Ko'rsatmasiga bo'ysanmasak, seni Xitoyga o'tkazib berman deb tahdid solgan o'sha jinkashlarni yaxshi kutimizmi? İnsanlarning ichini hislash nazaridan bizga qarshi, bizga nomusdan boshqani ziyoda qilmagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa o'zimizning naqadar bir xor inson ishkalik izg'or qilish bizga shunchalik faxrni his qildirdi. Xitoyda zulm yag'ir desang, Xitoyga o'tkazitman degan gap zulm emasmi? Maqsadga yetish uchun ko'p ko'cha aylantirib yig'latqini zulm emasmi?
Bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Ey Allohning elchisi, menga bir ishni ko'rsatginki, shu ishni qilishi bilan Allohmi, kishilarmi yaxshi ko'radigan?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki: "Allohdan so'ra, Alloh seni yaxshi ko'rdi. Kishilardan so'rama, kishilar seni yaxshi ko'rdi." Xitoyda zulm eg'ir desang, Xitoy o'tkazitaman degan gap zulm emasmi? Maqsadiga yetish uchun ko'cha aylantirib yig'latqani zulm emasmi? Amsa nima qilamiz? Sura Isroning 111-oyatidagi aytqinki, jimi hamda sana bolasi